Birinchi darsimiz boshlaymiz. Birinchi darsimiz tanishuvdan iborat bo'ladi. Kerakli hozirda boshida biz ishlatadigan instrumentlarni, vkladkalarni ko'rib chiqamiz. Biblioteka. Bibliotekada biz asosiy ishlaydiganimiz avatar. Avatarda 3 xil avatarimiz bo'ladi. Ayol kishi, erkak kishi va yosh bola, o'g'il bola, qiz bola bo'ladi. Biza srazu erkak kishini tanlasa ham bo'ladi. Tanladik. Bu yoqda fabrikda materiallar bor. Materiallar ham sal kengroq o'tiladi bu. Har bitta materialni mana ko'rishingiz uchun grammajigacha hammasi yozilgan bo'ladi. Svойствоsi, strukturasi maksimalniy real holatga yaqinlashtirilgan. Hattoki shifon ham bor mana. Hardware and trims bu yerda tugmacha bilan zamok, keyin har xil aksessuarlar, petlagacha bor. Zamoklarni har qanaqa turini topsangiz bo'ladi bu yerda. Materialda substansda o'zini programmani o'zini strukturasi bo'ladi. To есть materialda har bitta material o'zini strukturasi, shunaqa materiallardan ishlatsak bo'ladi bu yoqda ham. Istoriyada bizada bu yoqda har bitta qilgan ishimizni mana shu yerda ko'rsatib boradi. To есть qayerdadir xato qilsak, xato qilishimizdan oldingi jarayonga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Любой boshdan oxirigacha yozib turadi bu narsa. Modular library. Bu yerda bazaviy kiyimlar bor. Masalan, jaketlar bor, polo bor, rubashka va futbolkalar ham bor. Oddiy futbolkalarni tanlaylik. Yoqasi bunaqa bo'lsin, yengi kalta bo'lsin. Endi mana qo'lni cho'zgan holda turibdi. Biz o'sha qo'lni tushirishimiz kerak. Nima qilamiz? Bibliotekaga kiramiz, avatarga kiramiz, erkak kishinikiga kiramiz, pose degan papkaga kiramiz. Bu yoqda mana qo'l tushirib turgan avatar turibdi. Shuni bossak 2 marta qo'li tushadi hozir. Lekin ko'rishingiz mumkin, yengimiz g'alatiroq narsa bo'lib qoldi. Nimagaki kiyilmadi u. Kiyilishi uchun maksimalni to'g'rilab qo'yishimiz kerak tikilishidan oldin. Mana qizil ko'k chiziqlar bu tikilgan holatini bildirib turadi. Bu choklari bu. Hozir mana belgilagandan sichqonchani 10 tugmasini bosamiz, 10 tarafdagi tugmasini сбросить расположение qilsak, o'ziga keladi. Shu bilan simulyatsiyani bossak, mana o'ziga keldi. Eng ko'p ishlatadigan tugmamiz mana shu bo'ladi, simulyatsiya bo'ladi. Bo'ldi, rubashkani ko'rsatdim, bibliotekalarni ko'rsatdim. Endi bu yoqda instrumentlardan qisqacha o'tib boramiz. Bu yoqda mana показывать внутренние линии, показывать или скрывать внутренние линии. Ya'ni kiyimni o'zini o'chirib yoqish bo'ladi. Leje bazaviy liniyalarni mana ko'rsatmaslikda yoki chokini ko'rsatmaslikda. Hozir agar men buni unaqa qilib cho'zadigan bo'lsam, mana chok ko'rinmayapti. Lekin mana chokini bossam, chok ko'rinib turadi. Mana shuni keyin bulavka, razmerlari hammasini o'chirib yoqsa bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa tugma, sborka, keyin skladkalarimiz bor.
shularni o'chirib yoqish. Bu yoqda mana точка расположения bor. Точка расположения bilan ham ko'p ishlaymiz. Masalan, mana shu detallarimizni mana bosib turibmiz. Qaysi joyga, qaysi точкаga olib kelsak, o'sha точкаga u moslab beradi. Menga mana shu точкаga olib kelib deymiz. Mana buni bosib turib, bunga bossam mana bunaqa keltirib beradi. Bu ham simmetriya ishlaydi. Agar simulyatsiyani bossak, mana tikilib turadi. Точка расположения uchun. Bu yoqda skelet bor. Skelet avatarimizni figurasini o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Har xil figuralar kelib qoladi, bilasizlar. Kim atelyeda ishlasa yoki umuman qanaqadir spets zakaz bo'ladigan bo'lsa, bu narsa asqotadi. Deylik, bukchaygan figuralar bo'ladi. Bukchaygan figura bo'lsa, mana bunday qilib masalan yuradiganlar bo'ladi. Или наоборот bunaqa yuradigan. Или bitta qo'li sal orqaroq bo'ladi masalan. Или наоборот oldida, слишком oldida bo'lib yuradi. Bu ham bog'liq narsa. So'p idealni chiqadi desangiz, shu narsalarga ham e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi. Razmerli setkamiz bor. Razmerli setka mana mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Razmerli setkani ham hozir ishlatayotganimizda bir ikkita jarayonlarda kerak bo'ladi. Hozir o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, kerak emas. 3D ruchkamiz bor. 3D ruchkani ham ishlatayotganda ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu yoqda materialni qanaqa ko'rinmasligini ko'rsatsa bo'ladi. Masalan, oppoq qilsa bo'ladi, или наоборот prozrachniy mana prozrachniy qilib qo'ysa bo'ladi. Liniyalarni ko'rish uchun yoki yana boshqa bir narsalarni. Bu yoqda avatarlarni tushuntirdim. Bu yoqda yana kiyimimizni bitta matoni напряженияsi yoki qatidadir неудобный bo'lsa, shu yerda ko'rsatib beradi. Ana mana bitta masalan deformatsiya ketyapti. Deformatsiya degani masalan cho'zilgan material, cho'zilgan detal bo'ladi. Bu narsa masalan botda o'zi tak cho'ziladi. Uncha anaqasi yo'q. Lekin buni bossak, noqulaylik joylarini ham ko'rsatib beradi, defektlarni ko'rsatib beradi. Karta проблемных zon deydi. Keyin karta напряженности. Karta напряженностida hech narsa yo'q. Agar qatidadir qizil bo'ladigan bo'lsa yoki sariq, oranjiy bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda muammo bor. Odam ham kiyganda uni o'sha yerda noqulaylik sezadi. Ko'rdinglarmi, shu darajaga уже maksimallikga yaqinlashtirib qo'yishdi. Lekin men to'g'risi zo'r mazza qildim buni ishlatib. Yaxshi narsa, yaxshi programma ham. Mana bitta mana masalan hozir sen soyasini yoqsa bo'ladi. Bitta setkasi. Yana. Endi qolganlari уже motionda kerak bo'ladi, hozir bizga kerak emas. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. 3D da qanaqa bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Masalan, bazaviy liniya o'chirib yoqish, pripust на шов, 3D ruchka. Birinchi очередda mana bu qora tenini o'chirib olishimiz kerak. Buning uchun biza remove modular relationship shiftni bossak yo'qoladi bu. Tak. Andozalarimizni nomi, daliboylari, razmerlari hammasini ko'rsa bo'ladi. Material ham xuddi shunaqa oq, prozrachniy, bunaqa svetishniy. Или bunaqa shtob adashmaslik uchun. Bu yoqda mana наружные liniyalar, внутренние liniyalar, bazaviy liniyalarni bloklab qo'ysa bo'ladi.
Так, bu bilan tushunarli. Bu yoqda endi redaktor свойством образователь объектов и редактор свойств. Mana shu образователь объективda qaysi mana shular matoda qaysi biriga bossak o'sha detal belgilanib turadi. Qaysi matodan qilingan bo'lsa o'sha detal belgilanadi. Bizga spinka bilan orti kerak. Mostek. Teksturasini o'zgartiraylik. Teksturaga print to'g'ri keladi. Print PNG formatda bo'lishi kerak. Любой rasm. Tak, deylik, mana shu Sabir bo'la qolsin. Shirina vысотani o'zimiz настройка qilsak bo'ladi. Qanchalik katta yoki kichkina qilsa bo'ladi. Masalan 78 yoki 70. Sal kattaroq bo'ladi. Vысотasiga ham bir xil bo'la qolsin. Bu taxminan shunaqa narsa. Keyin bu yoqda tugmacha, petля, strochka, sborka har bitta narsani свойствоsi bo'ladi, uni o'zgartirib chiqib ko'rib chiqsa bo'ladi. И bu yoqda tepada fayl, redaktivniy 3D одежда, 2D detali. Bu yoqda faylda сохранить qilamiz. Masalan, mana shu proyektni сохранить qilmoqchimisiz? Сохранить kakni bosishimiz kerak bo'ladi. Сохранить как proyekt. Nomini yozamiz. Deylik. Sabir deb yozaman. Bo'ldi. Keyingi safar kirganingizda shu faylni ochmoqchi bo'lsangiz, открыть qilasiz proyektga. Mana bu yerda Sabir ZPG или Sabir PNG ga bossangiz ham ochaveradi ikkalasini ham. Tak, bu yoqda redaktirovaniyada bu yoqda nima bo'lsa-ki, hozir ko'rib o'tgan instrumentlarimizda mana shu tepada bo'ladi. 3D одеждада mana shu hamma instrumentlar mana shu yerda bor. 2D одеждада mana shu yerda hamma instrumentlar mana shu yerda bor. Keyin tikish jarayonlari, bu yerda mana tikishi bor. Bu yoqda ham bor. O'shalar hammasi bu yerda bor. То есть, в принципе, ko'proq mana shu panellar bilan ishlaymiz-da, bu yoqda neudobniyroq ishlashga. Keyin materiallar bilan ishlayotganda tekstura, grafik obyekt, pulvitsasi, zamok, akantok, tak, pakkeling, bu sborkalar, sting, dazmol. Dazmol ham qilsa bo'ladi bu yerda aytgancha. Hamda mana dazmol anaqamiz bor. Qaysi joyini dazmol qilsangiz, o'sha joyi agar material kirishadi, sразу bu yerda ko'rinadi 3D da. Buni ham ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Keyin avatarni настройкалari, rendering sal oxirida bo'ladi. Bu keyin bitgandan keyin rasmga, videoga olish jarayonlari bo'ladi. Показывать buni ham ko'rib o'tdik, mana 3D одеждani yoki bazaviy liniyadan ko'rsatmaslik,